Xayrli tong azizlarim. Bormisizlar, omonmisizlar? Savol kelib tushibdi. Iltimos yana bir ko'rib bering. Yaxshi ko'rgan insonimiz bilan taqdirimiz birmi? Yaxshi ko'rgan insonimiz bizani yaxshi ko'radimi degan savol kelib tushgan ekan. Juda ham ko'p o'sha savol kelib tushyapti. O'sha bo'yicha yana ochirim qilmoqchiman. Keyin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Kimdir tozalov qildirmoqchi bo'lsa, kimdir o'zini tozalatmoqchi bo'lsa, rezultatlar olmoqchi bo'lsa, qandaydir bir muammosi bo'layotgan bo'lsa, rosa ko'p murojaat kelib tushdi menga. Qilib bering deb. Yo'q, men o'zim qila olmayman, lekin bir ikkita insonlarnikini qildirib beraman deganligim uchun, xo'p, o'zimda kuchli bir tonish ustozim bor. O'sha ustozga qildiraman. Hafta oxirida bormoqchiman, tozalovlar qildirgani, rituallar oldirgani, kimda kim masofadan qildirmoqchi bo'lsa, bemalol hafta oxirigacha menga murojaat qilishlaring mumkin. Birdan o'sha qildirmoqchi bo'lgan insonlarni ham rezultatlarni borib oldirib kelib beraman. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Hafta oxirigacha kimni qanaqa savoli bo'lsa, kimni qanaqa muammosi bo'lsa, hafta oxirigacha murojaat qilsanglar, hafta oxirida men sizlarga qildirib kelib beraman. Xo'p. Birinchi variant, ikkinchi variant. Aqlimizdagi insonimiz bizani chin dildan yaxshi ko'radimi? O'sha mavzuga ko'raylik. Sevgisi chinmi? Xo'p, uning ahvoli qanaqa hozirda? Qanaqa? Ikkilamchiliklarda, ikki yo'l orasida hozirda uning ahvoli juda ham ikkilamchiliklarda turibdi. Oldin juda yaxshi ko'rishgan bo'lishi mumkin, lekin hozirda qandaydir yo'li ayro tushgani ko'rinyapti. Xo'p, dalcha yana qanaqa ahvolda? Ikkiyuzlamachilik qilyapti bu inson. Yaxshi ko'rmayman, sevmayman, yo bo'lmasa yaxshi ko'raman, sevaman deb turib sevmayapti, yo bo'lmasa sevmayman, yaxshi ko'rmayman deb turib sevyapti. Bu inson ikkiyuzlamachilik qilyapti. Ichida turibdi, sirtiga boshqa narsa gapiryapti. Shunaqa. Tili boshqa deydi, shunaqa qilyapti bu inson hozirda. Hozirda qo'l oyoqlari boylangan, qarshichilik, faqat har tomonlama qarshichiliklar, to'siqlar bor bu insonda. Bu inson yoki pul kelishi bor, bu insonga yoki pul bilan bog'liq muammolari bor bu insonda. Xo'p. Hayot shunaqa iborat. Xo'p, tuyg'ulari. Bu inson, aqlingizdagi insonda sizga bo'lgan tuyg'ulari qanaqa? Sizni orzu qilyapti, xayol qilyapti, o'ylayapti, sog'inyapti, qanaydir bir yaxshi fikrlar qilyapti, lekin qandaydir oldida to'siqlari bor. Yo uy oilasida to'sqinlik qilyapti, siz bilan birga bo'lishiga qarshichiliklar bor, yoki qanaydir boshqa kishilar bor hayotida to'sqinlik qiladigan bu insonda. Bu inson siz bilan oila qurishni xohlaydi bu inson, lekin ikkilanishga tushib qolyapti bu inson. Siz bilan oila qurishni xohlayapti. Ikkilanishga tushib siqilib qolyapti. Sizni jozibali, chiroyli ayolim, Alloh bergan baxtim deb bilyapti bu inson. Xo'p, yana nima deyapti bu inson? Bu insonga yoki pul kelishi bor, yoki yaxshigina pul kelishi bor, yoki qanaydir pul bilan bog'liq muammolari bor. Qanaydir to'sqinchiliklar bu bartaraf etyapti. Qo'lidan kelgancha harakat qilyapti bu inson bartaraf etishga. Lekin bilasizmi, bu inson yolg'iz o'zi, atrofidagi to'siqlar rosa ko'p. Xo'p, yana. Bu inson to'siqlarni yengib o'tadi, qarorlarni oladi. Lekin qanaydir hozirda ikkilamchiliklarda turibdi. Ikkilamchiliklarini yo'qotsa, qarorlarni olsa, bu inson oladi qarorlarni. Lekin может qanaydir bir vayronagarchiliklar ham bo'lyapti bu insonning hayotida hozirda. Kim tufayli? Bir ayol kishi yaxshi ko'rgan inson tufayli hayotida vayronagarchiliklar bo'lyapti bu insonda. Xo'p, hayotim shu gap ekan hayotida. Xo'p, sizni yaxshi ko'radimi bu inson? Sizni yaxshi ko'radimi? Yaxshi ko'rishi bormi bu insonda sizni? Bu
Bu insonni siz bilan oila qurish, bitta oila bo'lib yashashni xohlaydi, orzu qiladi, umidlari bor, lekin qandaydir atrofda ham to'sqinliklar borda bu insonga. Bu insonga может balki pul bilan ham muammosi bor. Shu faqat yoki pul bilan muammosi chiqyapti, yo bo'lmasa pul kelishi chiqyapti bu yerda. Xo'p, yana bu inson qanaqa inson? Bu inson xo'p, yaxshi, dalshi yana yaxshi ko'radimi? Sizni to'sqinliklarni yengib o'ta biladimi bu inson? Qarorlarda qat'iy turib olgan, yaxshi, lekin qanaqadir bu insonni eshitishni xohlamayotgan insonlar ham bor oilasida. O'sha uchun bu inson siqilishga tushib qolyapti. Qanaqadir juda ham og'riqli holatlarga tushib qolyapti, ikkilamchiliklarga qolyapti. Может, balki hammasi bo'lmasligi mumkin, balki qaysidir birovlarda ichkilikka ham berilayotgan bo'lishi mumkin. Qanaqadir bir endi bu yerda ko'pchilik energiyasi tushadi yoki qanaqadir bir ichkilik bo'layotgan joylarga, o'yin kulgi bo'layotgan joylarga borayotgan ham bo'lishi mumkin. Dilxiraliklarni unutish uchun oila qurishni xohlaydi bu inson siz bilan. Orzu qiladi siz bilan oila qurishni. Xo'p, yana nima bo'ladi? Qilayotgan rejalari lekin barbod bo'lyapti, qanaqadir bir tiyin bo'lyapti. Rosa qarshichilik, kuchli qarshichilik bor yoki kuchli shaxslar bor bu insonda hayotida. Imkoniyatlarni kutyapti kelishini, taqdir hukmiga tashlamoqchi, qanaqadir hammasini taqdir hukmiga tashlab qo'ymoqchi bu inson. Ikkilamchiliklarda turibdi ham, juda ham ikkilamchiliklarda, ikkita yo'ldan bittasini tanladi. Menimcha mushut bo'lishi mumkin, qaysidir nima ota-onalari qarshi bo'layotgan oila bo'layotgan bo'lsa, bu yerda yoki bizni deysan yoki uni deysan degan vaziyatlar ham bo'layotgan bo'lishi mumkin. Dalshi, lekin ikkala variantdan bittasini baribir tanlash kerak bu inson. Xo'p, hayotida oxirida nima bo'ladi? Dalshi, oxirgi karta. Bu inson sizni tanlaydimi, sizga keladimi? Keladi. Bu inson keladi sizga. Nasib bo'lsa inshaalloh sizga qarab harakat qiladi. Xo'p, birinchi variantimiz ajoyib chiqdi. Endi ikkinchi variantdan boshlaymiz. Xo'p, ikkinchi variant, aqlingizdagi insonning holati qanaqa? Holat ikkilamchiliklarda, o'ylovlarda turibdi. Qanaqadir bilasizmi, aql bilan ish tutmoqchi bu inson. Bu inson his-tuyg'ularga emas, aqlga berilib ish tutmoqchi hozirda. Hozirda o't, otash, alanga bo'lyapti. Bir qarasa jahli chiqib yonyapti, bir qarasa yana o'zgarib qolyapti. Ikkilamchilikda turibdi. Qanaqadir bir unday holatga tushib turibdi. Rosa ikkilamchilikda turibdi. Bir qarasa jahli chiqib ketyapti, bir qarasa sovib ketyapti hayotda. Shunaqa ikkilamchiliklarda turibdi. Qanaqadir bir kuchli shaxslar bor bu insonni oldida. Qandaydir bir kuchli shaxslar borki, bu insonni muvozanatini nima deydi, mustaqil ravishda muvozanat qilishga qo'yib bermayapti. Doimiy hayotiga aralashib turibdi. Doimiy hayotida aql o'rgatib turgan insonlar bor. O'rab olgan u insonlar, bu insonni ilon kabi o'rab olgan. Qo'yib yubormayapti. Xullas, qo'yib yuborish niyati yo'q. Kuchli shaxslar hayotida ham har tomonlama qiyinchiliklar kelyapti bu insonda. Bu inson bilasizmi, taqdirga reja qilishdan ko'ra hozirda vaqt hukmiga tashlab qo'yibdi, dunyo hukmiga tashlab qo'yibdi. Hozirda har tomonlama qiyinchiliklardan bezib ko'zlarini berkitib olganlik ko'rinyapti. Boshqa tarafga qarab o'tiribdi bu inson. Может, vaqt kelsa dunyo nimasi bilan qanday xo'p, taqdirimda nima yozilgan bo'lsa o'sha bo'ladi degandek qilib turibdi hozirda bu inson. Xo'p, yana qanaqa? Siqilishlarga qolgan, juda ham siqilishlarga qolgan. Может, siqilishda bo'lsa ham baribir yaxshi kunlari kelishi kutilyapti. Xo'p, hozirgi holati shunaqa ekan. Sizga bo'lgan sevgisi chinmi bu insonda? Nima deyapsiz haqingizda? Siz haqingizda o'ylayapti, reja qilyapti, xayol qilyapti, lekin qanaqadir rosa ko'p o'ylayapti bu inson siz haqingizda. Ikkilanishda turibdi. Ikkilamchiliklarda turibdi bu inson. Rosa reja qiladi, lekin rejalari barbod bo'ladi. Bu insonni siz tomonga talpinishi ham bor, siz tomonga intilishi bor, lekin qanaqadir qarshichiliklar ham bor ayol kishi tomonidan bu insonga. Xo'p, yana nima bo'ladi? Sizni o'ylayapti, xayol qilyapti, lekin baribir ikkilamchiliklarda turibdi bu inson. Oldida to'siqlari bor. Aql bilan ish qilmoqchi, his-tuyg'ularga berilmasdan bu inson ham aql bilan ish qilmoqchi.
to'siqlarni bartaraf etib kelyapti. Bartaraf etishi bor, faqatgina qachon? Xo'p, может 7 oydir, 7 haftadir shunaqa uzoq muddatda chiqyapti. Faqat biroz vaqt ketadi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi bartaraf qilsa inshaalloh. Ikkinchi variantdagilarimiz shunaqa chiqdi. Kim o'ziga rezultat oldirmoqchi bo'lsa, o'qituv qildirmoqchi bo'lsa, tozalatuv qildirmoqchi bo'lsa, shanbagacha murojaat qilishlaring mumkin. Yakka o'chirim uchun WhatsApp nomerimni qoldiraman.